Assalomu alaykum akalar ukalar, propanda yuradiganlar. Mana shunaqa o'chirtila boshlanib ketdi mana propanga. Bugun 18-dekabr 25-yil. Kechqurun soat 12:27 bo'ldi. Kelganimga mana ro'parasi 40 minutdan oshibdi. 40 minut ichida men 7 metr yurdim. Mashinalar qimirlashmayapti. O'chirtlar o'sib boryapti. Hali orqamda mashinalar ko'p. Bu zapravka Toshkent viloyati, mana shu Rohat postdan o'tganda Mayorskiy post bor. Bu yog'i mana bu tomon Qo'qon trassasi, уже O'rtasaroyga ketish. Bu yog'i to'g'ri chiqib ketadigan bo'lsanglar, Rohat postiga boriladi. Bu Mayorskiy post, Ahmad Yassaviy Sverlov deyishadi. O'sha joyda joylashgan zapravka. Hali qor yog'gani yo'q. Bu yoqlarda qor yog'ishiga, xudo xolasa, bundan ham battar o'chirtlar kutilmoqda menimcha. Mana yurdik, xudo xolasa.